nutuq va ig'iz tili mahorati. Su eriqdi yaxshi, gap qilibdi yaxshi. Natiqlik tug'mi bo'lamdi yoki keyin o'rganish orqali yetildirgilib bo'ladigan iqtidormi? O'zining tili orqali o'zini to'liq tushuntirib bo'lmaydi odamlarga. Ovozdagi sehr so'zga bo'lgan mehrdan keladi. Ma'lum nuqtani aytganda, talant egasi, ixtisos egasi jazman notiq bo'lish kerak. Ya'ni o'ziga nom berayotgan mas'uliyatini haqiqatiga yetkazib tunishtirib olmayotgan nurg'un bechoralarni ko'rsiz. Nurg'un odam undidorda o'zi gap qilib bo'lgandan keyin o'zining ovozini qayta anglashni yaxshi ko'rmaydi. Tilning go'zalligi, ko'ngilning go'zalligi. O'zingizning bilganlarini boshqalarga ifodalab yetkazib beramisingiz? Bu bir xil kasallik bo'lmay nima? Tildagi bo'sish, hayotlikdagi bo'sish. Uchinchi qism. Mamlakat miqyosidami nutqqa munosabatlik nurg'un ko'rinishlik, ovozlik darslar borliq kelgandan boshqa ba'zi bir mushu to'rlarda, televiziyalarda turlik app detallardami nutqqa munosabatlik tarbiyalashlar, musobiqalar, turli shakldagi yetaklashni asos qilgan mazmunlar intayin ko'p. Masalan, buning jumlasidan programmalarni misol qiladigan bo'lsak, Chipasho degan programma, g'alati ta'limot. Bu ICY'niki yana tipik to'rda ko'rsatiladigan bir xil televiziya munozara programmasi. Bu programmaning asosiy maqsadi nima desa, mamlakat miqyosidagi ko'z qarashi o'zgacha bo'lgan, so'z qobiliyati nihoyatda qaltis, eng hozir javob so'z ustullarini bayqash. Ikkinchisi man notiq. Bu Beijing Sun'iy Amra televiziyasi bilan energiya tarqitish shirkati birlashib ishlagan ijodiy til mahoratini namoyon qiladigan bir xil programma. Bu 2014-yil 10-oydan boshlab ko'rsatilishga boshlagan bu programmaning mamlakat miqyosida ta'siri intayin kuchli. Tipik nutq so'zlaydigan programma. Yana biri dars boshlandi degan programma. Bu Jungodagi tunji yoshlar televiziyasi uchiq darsi. 2012-yilda tasdiqlangan programma, har bir san programmada ma'lum bir mashhur kishi o'zining hikoyasini bayon qilib, ularning turmushi, hayotga bo'lgan ta'siroti qatorliq nuqtalarda angluvchilar bilan o'rtoqlashadi. Shuning bilan birga Jungo yoshlarga real muhokama yoki bo'lmasa ruhiy jihatdan uzuq ato qiladi yoki shularga shu xil ta'sirni o'zining hikoyasi orqali his qildirdi. Yoshlarning kishilik turmush masalasini muzokara qilish bilan bir vaqtda Jungoning ijtimoiy masalalar haqida ba'zi bir nuqtalardan muzokara olib bordi. Bu programmaning nihoyatda yorqin bir tarafi. Yana uningdan boshqa masalan darajani tashqari notiq degan programma bor. Demak, bundoq sanab kelsak programmalar intayin ko'p. Mening hozir aytib o'tganlarim to'rlarda yoki televizorlarda biz ko'pchilikka ma'lum bo'lgan, biz ko'proq uchratadigan yoki mushu xil tipdagi programmalarning ichida nisbatan muvaffaqiyat qozonganlari. Uningdan boshqa yana nurg'un yerlik stansiyalarda deymiz yoki bo'lmasa biz hozirgacha shaxsan men texi uchrashmagan nurg'un programmalar bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa mamlakat miqyosida ta'siri zo'r bo'lgan uşaq balalardan boshlab katta tijoratchilargacha, davlat ma'muridan boshlab oddiy yaymachilargacha ko'pincha kishilar bilib ketgan ba'zi bir tunilgan notiqlar bor. Masalan, Mayun, Yuminxong, Nurali Ablez, Maxuating, Lojinyu Dodao APP'ninki qurg'uvchisi. Mana mushuning o'xshash tanliq notiqlar bor. Uningdan boshqami har qaysi o'lkalarda va har qaysi rayonlarda o'z oldiga maxsus mushu notiqlarni tarbiyalaydigan kurslarni ochayotgan, maxsus notiqlarni tarbiyalayotgan shaxslar bor, maxsus notiqlarni tarbiyalayotgan organ maktablar bor. Demak, bu shundoq bir do'lqin bo'ldiki, tarixdan buyanqi misli ko'rilmagan bir pallada avjiga chiqqan nihoyat qiziq temalik bir kasb. Uningdan boshqa mamlakat miqyosida nutqning ta'siri sababli natija qozongan, nutqning kuchidan foydalanib o'zining iddiasini targ'ib qila olgan, nutqning kuchidan foydalanib o'z mahsulotini eng keng iste'molchilarga tashviq qila olgan, muvaffaqiyat qozongan ulgulik misollarni intayin ko'p. Xulosalab kelganda nima demoqchi deganda, mamlakat miqyosidami mayli shaxslar bo'lsin,
mayli kollektiv bo'lsin yoki boy degandek turlik taratqulardagi programma shaklidagi yoki munozir shaklidagi belgili qurilmaga ega bo'lgan tarqitish vositalarining asosiy mazmunini tashkil qilgan munozir programmalar bo'lsin, bularning hammasida nutuq, so'zmanlik asosiy o'rinda turdi. Xulosalab aytganda, mamlakat miqyosidami nutqqa ko'ngil bo'lish, nutqlarni tarbiyalash, nutqning ehtiyojini tunish yangi bir pallaga chiqdi. Shuning bilan birga kitobxonlarga kirib qaraydigan bo'lsakmi, Kozir kitoblar tizimligida nutqqa munosabatlik mahorat tusidagi kitoblar intayin ko'p. Mushuning o'zi bizga nimani bildirdi deganda, bu nutq qizg'inligiga yarasha mushuning munosabatlik ba'zi bir izlanishlarning, tadqiqotlarning, kuzatishlarning, bas munozirlarning berilayotganligini bildirdi. Nutq san'atini o'rganishning ahamiyati nutq keltirib chiqargan amaliy ijtimoiy unumni ko'rsatadi. Uning asosiy ifodalari mundaq bir qancha nuqtada ifodalanadi. Birinchidan, nutq tashviq qilish, ilhom berish xususiyatiga ega. Ikkinchidan, nutq har xil bilimlarni tarqatishdagi asosiy vositalardan biri. Uchinchidan, nutq ijtimoiy aloqadagi intayin muhim taktika. Nutq rahbarlik yoki boshqarish sohasida jazman besib o'tishga tegishli o'tgan. Nutq qobiliyatini o'stirish, o'qitish ishlaridami intayin kam bo'lsa bo'lmaydigan yadrolik vositalardan biri. U nutq so'zligichining bilish iqtidori, kuzatish qobiliyati, asli tutish iqtidori, ifodalash iqtidori degandek barliq mahoratlari bilan, iqtidori bilan bevosita munosabatlik. Kitobiy bilimlarni o'zining shaxsiy bilimiga aylantira olgan, mustaqil fikr qilish iqtidorini hozirlagan odam dal nutqning eng muhim shartlaridan birini hozirlagan bo'ladi. O'zining bilimini qandoq yo'l bilan san'atlik bayqash masalasi amaliyotda nutqshunoslikdagi eng halqiliq masala. Nutqdan bizning erisha oladigan eng cho'ng natijamiz o'zimizga bo'lgan ishonch, o'zimizni bayqash. Tartibsiz nutq so'zlaydigan odam, ma'nisiz quruq gapni ko'p qiladigan odam, ma'lum nuqtadan axloqsiz odam. Bir odamning xuy-payli uning nutqida mana deb namoyon bo'ladi. Axloq degan so'zmi amaliyotda leksikadagi xuluq degan so'zning ko'plik shakli. Shunga yaxshi fe'llik, esil xuluqlik bo'lishmi ma'lum nuqtadan aytganda go'zal til odatni yetildirishga bevosita munosabatlik masalalardan biri. Nutq kuchlik hissiyot orqali odamlarning yurak torini titrtishga, hikmat bilan boshqalarni qoyil qilishga, go'zal til bilan boshqalarga estetik zo'q berishga eng qodir bo'la oladigan o'zgacha bir xil san'at shakli. Shunga u boshqa har qanday bir xil san'at shakllaridan alohida farqlanib turdi. Nutq mazmun jihatdan mundaq bir qancha turlarga bo'linadi. Siyosiy nutq, adabiy nutq, murosim nutqlari, radio televiziya nutqi, shundaqla darsxonada so'zlanadigan nutq degandek turlarga bo'linadi. Odatda nutq so'zlashda eng ko'p uchraydigan maqsad 6 xil bo'ladi. Buning birinchisi jakarlash, ya'ni uqtirish, yetkazish, xabarlantirish. Ikkinchisi qoyil qilish. Uchinchisi rag'batlantirish. To'rtinchisi ko'ngil ochish, beshinchisi tarqitish, oltinchisi tarbiyalash. Mayli sizning anglag'ingiz, mayli sizning so'zligingiz qanday xil nutq bo'lsin, mushu yuqorida biz deb o'tgan 6 xil maqsadning cho'qim biriga tushadi. Nutq so'zlashda 6 xil maqsad bo'ladi. Ya'ni jakarlash, qoyil qilish, rag'batlantirish, ko'ngil ochish, tarqitish, tarbiyalash qatorliqlar. Nutq orqali biz o'zimizning to'plagan bilimlarini, maqsad, muddo, g'arazlarini ifodalaymiz. Nutq deganlik mohiyatdan ifodalashla deganlik. Shundaq muhim bir nuqta bor. Nutqqa nisbatan aytganda eng muhim bilim ifodalash tipidagi bilim. Nutqning muvaffaqiyatli bo'lgan-bo'lmaganligiga hukm qilishning birdan-bir o'lchami nutq orqali siz ko'zlagan unumni hosil qila oladingizmi yo'q? Mushu savolga berilgan javob dal nutqqa qo'yiladigan birdan-bir o'lcham. Siz o'zingiz ko'zlagan unumni hosil qila oladingizmi yo'q? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, bu nutq mag'lub bo'lgan nutq bo'ladi. Endi nutqqa munosabatlik mandaq bir uzundilarga diqqatimizni og'dirib boqaylik. Nutqning yuksak ortiqchiligi so'zlashga tegishli gapni so'zlashla bo'lib qolmasdan, balki so'zlamaslikka tegishli gapni so'zlamaslikdami ifodalanadi. Halbuki bu hunar samimiyat bilan o'rganishni taqozo qiladi. Tili sog'lom, hushi joyida turibmi, qilgan so'zining hayotiy kuchi va jalbkorligi bo'lmaslik
o'zida bor bo'lgan shu iqtidorga qilingan hurmatsizlik. Harunjon, bu mening o'zimning yozgan so'zi. Un kishi obrazining elchisi, tafakkur boyligining jarchisi. Harunjon, ba'zi kishilarning so'zi boshqalarga ancha chunqur ta'sir qilmaydi. Men shuni o'ylab, nihoyat oddiy ixcham qilib mundaq yozdim. Ovozdagi sehr so'zga bo'lgan mehrdan keladi. Ovozni texim yiqimli qilish uchun, ovozning boshqalarga yana siliq tuyg'u berishi uchun maxsus mendan shu ovoz chiqarish ilmini o'rganganlarmi bor. Men buni cho'ng jihatdan ikki bo'lakka bo'ldim. Birinchi bo'lak bu o'quvchining ovoz chiqarishdagi fiziologiyalik ba'zi bir xato holatlarini, odatlarini to'g'rilash. Ya'ni to'g'ri nafas chiqarishni o'rgatish va mashqlantirish, to'g'ri bo'lgan ilmiy ovoz chiqarishni o'rgatish va uni mashqlantirish. Buningda biz to'g'ri ovoz chiqarishni his qildirib o'rgatib bo'lgandan keyin so'zga bo'lgan hissiyotni paydo qilishda. Yana yerimi nima deganda so'zga bo'lgan mehrga, so'zga bo'lgan tushunchaga havola qilamiz. Agar bir odam o'zi da'vatgan so'zni o'zi haqdodiga yetkazib tushunmasa, u so'zida hissiyot bo'lmaydi. Hissiyot bo'lmagan so'z boshqalarga ta'sir qilmaydi. Chunki gap sening jiningdan o'tganda, haqning yenidan o'tadi. O'zingiz da'vatgan so'zni o'zingiz to'liq tushunmasangiz, demak, sizning o so'zingizda sizning hissiyotingiz yo'q. Hissiyotingiz bo'lmagan so'z boshqalarga hargiz ta'sir qilmaydi. Hozir hammaylar bilamiz, undidorning umumlashishi bilan nurg'un tijorat shakli, mulozimat shakli, aloqa shakli, hatto xizmat shakllari borligi keldi. Undidorni obrazliq o'xshatish to'g'ri kelsa, ma'lum nuqtadan bir asfalt yo'lga o'xshasak bo'ladi. Bizning til iqtidorimiz-chu, bizning ovozimiz-chu desa, dal mush asfalt yo'lda mangadigan qatnash vositasiga o'xshaydi. Undidor nihoyat yaxshi bir yo'l. Ammo bizning til iqtidorimiz, bizning til saviyamiz, ifodalashdagi mahoratimiz mushu qatnash qurolining eshak arvasi bo'lib qolamdi. Yoki bo'lmasa, bu xuddi tez suratli poyezdek tez suratda manziliga bora olamdi, dal shuningga taqqoslashga bo'ladi. Ba'zilar o'zining qobil til mahorati bilan uzun musofani eng qisqa vaqt ichida besib bo'la oladi. Ba'zilar qisqa musofani intayin uzun bir mushkulot, uzun bir qiyinchiliklarda aran tamomlaydi. Hatto tamomlayolmay qoladi. Bu nimaga simul qilinayotdi deganda, masalan, tijorat deyli. Sizning qo'lingizda nihoyat yaxshi bir mahsulot bor. Yoki sizda odamlarni nihoyat rozi qiladigan asl bir mulozimat turi bor. Siz undidor orqali buni boshqalarga demakchi, yetkazmoqchi, tushundirmoqchi, atrofingizga shuning iste'molchilarini yoki shuni kasb qiladigan kishilarni to'plamoqchi. Holbuki siz o'zingizning til mahorati orqali zodi qanday qilib ularni qoyil qilasiz, qanday qilib ularni moyil qilasiz yoki oddiylashtirib aytganda, o'zingizning samimiyatini nima orqali ularga isbotlaysiz? Til orqali. Hatto odamning ovozimi qarshi tarafga ma'lum bir ta'sirlarni beradi. Masalan, ba'zilarning ovozi boshqalarga o'zini tutib olgan, tamkin, salmoq ta'sir bersa, ba'zilarning ovozi boshqalarga sal samimiyatsizlik, sal tayini yo'q yoki bo'lmasa o'pkisi yo'qroq odamdek tuyg'u berib qo'yishi mumkin. Hatto nurg'un odam undidorda o'zi gap qilib bo'lgandan keyin o'zining ovozini qayta anglashni yaxshi ko'rmaydi. O'zingiz yoqtirmagan ovozingizni qarshi taraf yaxshi ko'rib anglab ketishida umid cho'ng emas. Demak, ovoz mashqini o'rganayotganlar dal mush ovoz masalasining muhimligini his qilganlar. Til mahoratini yuqori ko'tarayotganlar, so'zlash haqida o'ylanayotganlar, mushuni o'rganayotganlar dal undidordan iborat bu asfalt yo'lda eng tez suratda manzilga berish uchun amaliy harakat qilayotganlar, tirishchanlik ko'rsatayotganlar deyishga bo'ladi. Bo'ldi, biz mas'uliyatni qo'yaylik. O'zimizni deb baqayli. Bir odam o'zining tili orqali o'zini to'liq tushuntirib bo'lmaydi odamlarga. O'zining turmushdagi o'rtog'iga, o'zining eriga, o'zining balasiga, o'zining ayoligimi, o'zining do'st, savoqdosh, barliq haqam soyillarigami o'zini tili orqali to'liq tushuntirib bo'lmaydi. Bu boshda men degan eg'iz tilidagi qavziyat kesili bo'lmay nima? Darvaqa, bütün dildeki söz tilga patmaydı. Bunu hemmimiz bilemiz.
Ammo lekin o'zimizning qarshi tarafni qanchalik yaxshi ko'radiganligimiz, qarshi tarafni qanchalik seg'inganligimiz, qarshi tarafdan qanchalik ranjiganligimiz, qarshi tarafga bo'lgan samimiyatimiz va hokazolar barliq tuyg'ularimizni, o'zimizning muddolarini tilimiz orqali ravon ifodalayolmaymiz. Bundaq ahvollar ko'pincha kishilarda ko'riladi. Amaliyotda biz turmush deganda topgan aqlimizni, o'zimiz to'plagan tajribalarimizni bir-birimizga yetkazimiz, o'rtoqlashimiz, sirdishimiz, dilkash bo'lamiz. Lekin til bilan bo'ladimi shu? Eng o'zimizning pinhon so'zlarini til bilan boshqalarga ifodalab berolmaymiz. Hattoki bir yigit bir qizga ko'ygan bo'lsa, o'zining shu qizni qanchalik yaxshi ko'radiganligini ifodalashga ojiz. Eng oddiylashtirib aytaylik, men maktabda o'quvchilarimga ko'proq mushu misollarni keltiraman. Chunki o'quvchilarga nisbatan eng yaqin bilingan tema mana shu. Garchi nurg'un yoshlar muhabbat deganning zodi nima ekanligini bilmasa-mu, muhabbatni ular o'ziga eng yaqin his qiladi. Yoshlarning qarshi tarafga deyoladigan eng umumlashgan so'zi men seni yaxshi ko'raman yoki men sizni suyman. Xo'sh, unda bo'lsa siz belgilik she'rlardan xabardor bo'lsangiz, ba'zi bir maqol tamsillardan xabardor bo'lsangiz, so'ygingizni boshqacha izhor qila olishingiz mumkin. Manga naring qolgandir yiqib. Xiyolimdan ketmaysan faqat. Tushlarimda suyuman qinib, uyg'onibla chekiman hasrat. Sana atab qasida putsam, qog'oz titrab qalam yig'laydi. Ne kalem ki bilsen ey umak, sana köygen yürek yığlaydı. Seğinişta ismini tekrar, piçirlaymen kündüz hem gece. Visalınga yetküz ey nigar, bu bağrımni pare kılgıca. Mesela mana muşunun o'xshash she'rlar deyli. Bu she'rda gapni yig'ib kelsak, bir leg'iz gap. Men sizni suymanli degan gap chiqadi. Lekin bu she'r bilan izhor qilish bilan men sizni suyman degan so'zni izhor qilganning o'rtasida ajoyib zo'r va zo'r farq bor. Buni siz jazman bir anglab his qila olasiz. Shuning uchunmi bizning til boylig'imizning mo'l bo'lishi, tafakkurimizning mo'l bo'lishiga munosabatlik. Tafakkurimizning mo'l bo'lishi tasavvurimizning kuchli bo'lishiga munosabatlik. Tasavvurimizning kuchli bo'lishi bizning ijodkorligimizga munosabatlik. Ijodkorligimiz u bizning qimmatimizga berib taqaladi. Shunday bir so'z bor-ku, o'y fikringizga diqqat qiling, u so'zingizga aylanib qoladi. So'zingizga diqqat qiling, u sizning harakatingizga aylanib qoladi. Harakatingizga diqqat qiling, u odatingizga aylanib qoladi. Odatingizga diqqat qiling, u taqdiringizga ta'sir ko'rsatadi. Amaliyotda biz bilan suhbatlashganlar, biz bilan paranglashganlarning ko'ngillari yumshab ketsa, bizni aslaganda dillari bir xil suyunish tuyg'usiga to'yinsa, suyunish tuyg'usiga purkansa, bu biz uchun albatta yaxshi. Har qanday odam o'zini suyudi. Kollektiv rasmga tushgan bo'lsangiz, siz shu rasmning ichida bor bo'lsangiz, birinchi o'p qaraydiganingiz o'zingizning surati. Shuning bilan birga har qanday odam o'zining ismini yaxshi ko'radi. Men da'vatgan bu go'zal so'zlash, so'zmanlik hatto boshqalarning ismini to'g'ri atashdan ifodalanadi. Boshqalarning ismini qisqartib yoki qo'pol atash emas, birovning ismini go'zal atash, uning ko'rsatilgan hurmat, orliqni yaqinlashtiradigan yaxshi bir ko'rgilik vosita. Amaliyotda so'zlash u mushkul ish. Hammamiz bilamiz, so'z og'izdan chiqishdan burun sen boshqursa, so'z og'izdan chiqib bo'lgandan keyin so'z seni boshqurdi degan so'zni biz cho'qim anglagan. Qoida birla odamga so'zlash uchun qanchilgan tayyorliklarni ko'rasiz. O'ylab beqing. O'zingizga qulaylik vaqtni ko'zlaysiz, anglaydigan odamingizning kayfiyatini mo'lcharlaysiz. Hatto qog'ozga yozmasangizmi, ichingizda aytmoqchi bo'lgan gapingizni necha nusxa tayyorlab qo'yasiz. Har bir so'zni tanlab so'zlaysiz.
Ana shu bir odamga so'zlash uchunmi xili obdalla jafo chekib olamiz. Endi tasavvur qilib boqayli. 50 odamga, 100 odamga to'g'ri kelib qolsak, hatto 1000 necha ming odamga so'zlash to'g'ri kelib qolsa, bu holatni tasavvur qilib boqing. Uning ustiga siz so'zlaydigan mazmun 5-10 minutlik emas, 1 soat, 1,5 soat davomlashchi. Mandaq tasavvur qilganda uningdan keyin bu nutq so'zlashning boshqalarga go'zal so'zlab ularning diqqatini jamlab o'ziga tutib turishning qanchalik mushkulligini his qilsak bo'ladi. Tasavvur qilib baqsak bo'ladi. Shunchalik vaqt ichida ashuncha vala odamning hammasining ko'zining jipini bir o'zingizga bog'lab turish uchiqni aytganda odatdagi odamning qo'lidan keldigan ish emas. Amaliyotda qaltis bir notiqqa nisbatan uning so'zini anglayotgan odamlarning hammasi o'xshash anglag'uchi bo'lsa-mu, normal odam bo'lsa-mu, mohiyatda yana bir nuqtani aytganda, ularning birining ko'ngli gul, biri oyga o'xshaydi, yana biri bulbul, biri tosh, biri hayyor odam, yana biri sizning raqibingiz, yana biri sizning qurdishingiz, yana biri sizning ustozingiz, yana biri sizning qarindishingiz, yana ba'zilarning yuragimi tosh bo'lib ketgan, bilim qurilmasi munoiti chog'liq bo'lgan, noiti yuzaki fikr qiladigan odamlar bo'lishi mumkin. Mayli kim bo'lsin, so'zlayotgan odam shu anglag'uchining hammasining yuragiga bora oladigan bo'lish kerak. Ularning tuyg'usini azroq bo'lsa-mu larziga keltira oladigan bo'lish kerak. Söz shundoq bir sehrlik narsaki, hech qanday narsa borolmaydigan qalbning eng chunqur, eng zil yerlariga söz bora oladi. Söz hech qanday narsa borolmaydigan zil yerlarimizga berib, o'zimizning qalbining qat-qatiga pukib qo'ygan tuyg'ularimizni yoki qalbimizning eng ichidagi bir darvozalarini söz ocha oladi. Agar biz shuni joyida o'ngshab, ditlab ayta olsaqlar.